Hop, assalomu alaykum. Bugungi darsligimiz Telegramda bot yaratish bo'ladi. Buning uchun bizga bot fazi kerak bo'ladi. Poiskga bot fazi e, bot fazi deb poisk beramiz va mana bot chiqdi. Birinchi chiqqan botga kirishimiz kerak bo'ladi va unga start berishimiz kerak bo'ladi. Va start berganimizda bizda shunday oyna chiqadi va bu oynada mana bu yerda edit bot, bot settings, web apps, games bu bot fayllarda, ya'ni bot nastroykalar bo'ladi. Bizlarga yangi bot yaratishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun new bot bosishimiz kerak bo'ladi. Va bu yerda nima deb bot ochmoqchimiz? Nima deb ochsam? Music bot deb ochaylik qolay. Music good. Endi bu yerda shu username yaratishim kerak bo'ladi. Bunga ana username yaratdim va o'zimni botim paydo bo'ldi. Mana bunga start bosib qo'ya qolay. Endi bot faziga yana qaytib olamiz va help bosishimiz kerak bo'ladi. Help bosganimizda mana my bots, mening botim, choice from bot list below. Tegi musicus bot. Buni bosa qolay. Ve bu yerda botimni API token, edit bot, bot settings, payments, transfer ownership, delete bot, back to bot list. Chiqdi. Bizga API tokenni ko'ra qolamiz. Bu bot tokeni bo'ladi. Bu nima? Birovlar botimizga kirmoqchi bo'lganda bundan almashtirsak bo'ladi. Back to bot. Endi edit bot bosib ko'rsak, bu yerda name, musicals, about nima haqida. Bu yerda botga nomini almashtirsak bo'ladi. Bot nima haqida degan joyga bot deylik. About updated. Endi bot nastroykalari, business mode, previous growth, inline mode deylik. Back to settings. Payments. Uzbekistan. Test. Bu yerda transfer. Xo'p, bu yerda delete bot, botimiz yaratgan botimizni o'chiraversak bo'ladi va transfer ownership username. Hop, endi o'zimiz yaratgan botga xo'p, mana botimiz tayyor bo'lgan. Endi buni biz 10 saat oldu.
Backdolist. Hop, endi botimizga kirib ko'rsak, mana bu yerda "Muziklarni oson yuklash bot" deb chiqdi. Endi buni profiliga rasm qo'yadigan bo'lsak, edit bot, description picture, bu yerda botni yuzasiga rasm qo'yish uchun 640 ga 360, 320 ga 180, 640 ga 360, 960 ga 540 formatdagi rasmlar qo'ysak bo'ladi. Va bu yerda mana edit bot tip, profil foto bot, любой bitta foto qo'ysak bo'ladi bu yerga. Sprite. Bu rasm to'g'ri kelmas ekan. Brudili изображение. Короче, shu rasm. Back to bot. Endi o'zimiz yaratgan botga kirib ko'rsak, bot hozir. Mana bu yaratgan botimiz profili. Qo'ygan rasmimiz bu profiliga joylashdi botni. Endi yana bot fazaga kiramiz. Back to list. Endi policy. Public undan chiqardik. Mana o'zimiz botimizni yaratib qo'ya qoldik. Endi sizlar bilan ko'radiganlarimiz shular edi. E'tiboringlar uchun rahmat.